Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bilasizmi, sahifamizning navbatdagi soni yana efirda. Demak, biz hozir ko'rib turganingizdek Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanidagi Feruza mavzesidamiz va bugungi ko'rsatuvimiz, ya'ni sahifamizda bugun 5-yo'nalish haqida kengroq ma'lumot berib o'tamiz. Azizlar, bugun anglaganingizdek 5-yo'nalish haqida so'z boradi. 2015-yilda ushbu yo'nalish qayta tiklangan. A bekati Feruza mavzesi, B bekati Chorsu savdo markazi tomon harakatlanuvchi ushbu yo'nalish bugunda Mirzo Ulug'bek, Yunusobod, Olmazor, Shayxontohur tumanlaridan harakatlanadi. Yozning issiq kunlarida mana shunaqangi bahavo konditsioner urib turgan zamonaviy elektrobusda ketish juda ham yoqimli. Bugun 5-yo'nalishda xalqimizga ro'paraso 13 ta zamonaviy elektrobuslar xizmat qiladi. Bugungi kunda shahrimizning 8-avtobus saroyiga biriktirilgan ushbu yo'nalishda 24 ta mahoratli tajribali haydovchilar xizmat qiladi. Yo'nalishning umumiy uzunligi 20 kilometrdan iborat. Bugungi kunda 8-avtobus saroyini 5-yo'nalishda faoliyat yuritamiz. Jamoamiz aql bir-biriga yaxshi. Men endi yaxshi ko'raman, yaxshi ko'rganman, shu sohani tanlaganman. Bugungi kunda 13 ta avtobus yuradi kuniga. O'shanga 26 ta shofyor biriktirilgan. Kunora ishlaymiz. Birinchi grafika 5:30 da boshlashadi. Keyin yo grafikka qarab, sekin 12 minut, 13 minutdan tugatib sekin garaj kirib ketilaveradi. Shofyorlar baraka topsin, mana yo'lga turishadi har holda. Rahmat, har kuni eshitaman. Yo'lovchilar aytishadi, rahmat kondisioner yo'q qo'yibsizlar, rahmat uzun yaqin bosizlar deyishadi. Avtobusda yurgan hamkasblarim hammaligiga omad tilayman, yo'llari bexatar bo'lsin. Yana bir qiziqarli ma'lumot, bugungi kunda 5-yo'nalish naqd 156 marta qatnovni amalga oshira oladi. Bilasizmi, bugungi kunda 5-yo'nalish o'z ish faoliyatini ertalabki soat 5:30 dan kechki soat 23:30 ga qadar davom ettiradi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yilgacha bu yo'nalishda 7 ta Isuzu avtobuslari, 2022-yildan 2023-yillarga kelib esa Sazley 60 avtobuslari, 2023-yildan 2025-yillarga kelib esa 11 ta Yutongaz avtobuslari ishlagan bo'lsa, bugungi kunda esa 13 ta tezyurar zamonaviy elektrobuslar harakatlanmoqda. 5-yo'nalish bo'ylab ketar ekansiz, siz Ekobozor, Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya tibbiyot markazi, Toshkent pediatriya instituti, Toshkent davlat agrar universiteti, Yunusobod bozori, Megaplanet savdo majmuasi, 7-sonli shahar klinik shifoxonasi, Rivera savdo majmuasi, Chorsu bozori va Toshkentning yana ko'plab go'zal maskanlaridan o'tasiz. Yaxshi, zo'r yuradi. Ishga ham kechikmasdan yaxshi yetib olamiz. Vaqtida keladimi? Ha, vaqtida keladi. Yaxshi. Qishda issiq, yozda salqin, konditsionerlarni yoqib qo'yishadi. Zo'r sharoitlar. Bizdagina tashqaridan ancha farq bo'lyapti. Bu demak xalq uchun ham ancha qulaylik, yaxshi. Yaxshi, juda yaxshi. Очень нравится. Вовремя пришел. И нам понравилось, так хорошо работает кондиционер. Комфортно очень. Спасибо за комфорт такой. Sharoitlar ancha yaxshilangan. Hozir O'zbekistonda avtobuslar ham yangi. Yoz kunlarida tashqaridan kirishingiz bilan o'zi bilinadi, salqin yuriladi. Boshqa joyga tushib qolgandek bo'lasiz. Masalan, Toshkent havosi issiq bo'ladi. Avtobusda esa ancha yoqimli. Chorsu savdo markazi. Ko'rib turganingizdek, biz 5-yo'nalishda ro'parasi 60 daqiqada yetib kelishga muvaffaq bo'ldik. Buguncha xayr, salomat bo'ling.